kuzatamiz. Kamerani yaqinroq qo'yib qo'yganman. Sizlarga ko'rinib. Lachin. Qaranglar do'stlar, bazada yo'q ekan. GPS bazada yo'q ekan. Shuni hozir kirgizamiz, lokatsiyasini olamiz, tochkasini. Mana lochin do'stlar. Mana do'stlar lochinni pochin qildik. Ko'rdinglarmi do'stlar? GPS bazadan ogohlantirmasa ham, lekin lochinni signaturasidan tanib, lochin deb aytdi do'stlar. GPS baza ma'lumot boshqa, signaturadan qabul qilingan ma'lumot butunlay boshqa do'stlar. Shuning uchun ham signaturni radar detektor kuchli hisoblanadi. GPS bazada yo'q bo'lsa ham, mana hozir buni to'lqinidan tanib, lochinligini bizga oldindan aytib berdi do'stlar. Mana bu lochin radari bo'ladi do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas Monaco Pro do'stlar. Hozir biz buni tochkasini albatta kirgizib qo'yamiz zamitkaga. Testdan eson-omon borib kelgandan keyin, xudo xohlasa shuni kirgizib yuboramiz tochkasini, GPS koordinatasini. Davom etamiz do'stlar.